Hech qachon, hech qaysi holatda eski skavorotkalarni tashlamang. Hozir men sizga har qanday eski skavorodkani yana yangidek qilish va uning antiprigar qoplamasini butunlay tiklash usulini aytib beraman. Qanday skavorodka bo'lishidan qat'iy nazar, uni antiprigar holatga keltirish mumkin. Buning uchun hech qanday maxsus vosita sotib olish shart emas. Antiprigar qoplama juda oson va oddiy usul bilan qilinadi. Buni har kim uyda bemalol bajaradi. Mana eski skavorodka. Unga hamma narsa yopishadi, lekin uni osonlik bilan antiprigar qilish mumkin. Shunda unga hech qachon hech narsa yopishmaydi. Nima qilish kerak? Skavorodkaga 1 choy qoshiq kraxmal va 3 osh qoshiq istalgan yog'ni, zaytun, kungaboqar farqi yo'q, soling. Barchasini surtib, yaxshilab qizdiring. Shunda sizda tabiiy, uzoq muddatli qoplama hosil bo'ladi. Hech narsa yopishmaydigan, hatto tefaldan ham yaxshiroq bo'lgan qoplama. Foydalaning. Bu usul haqiqatan ham yordam beradi.